Mana davlatni Rossiya paytiga qilingan mana plitani mana bu yerdan kapatil olib mana bitib urib titib maydalab mana jar qilib yuborgan. Mana ki xalqqa suv etmayapti. Mana biz qanday soliq to'lashimiz mumkin mana ki. Mana bunga chora ko'rayotgan bironta odam yo'q. Mana biz qanday suv etkazamiz endi buni? Mana xalq mana bunday qilib cho'plar qo'yib xalta bosuvdi, mana xaltalarni yorib titib ketgan. Mana Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Mehnatobod mahallasida joylashgan Burgandaryo fermer xo'jaligini mana dalasi. Mana ekilmagan. 100 gektar dala qamish bosib yotibdi mana. Bu tomonda ham mana shuncha gektar dalani qamish bosib yotibdi. Bor yo'g'i 8 gektarni ekkan. Mana Rossiya paytiga qilingan mana plitalarni mana yerdan chayon bilan qozdirib o'ziga suv olib, mana ariq turib, plitani sindirib, zo'ravonlik qilib mana bunday suvni pastga taylatib qo'yib, xalqqa suv bormayapti. Buni tekshiradigan O'zbekiston Respublikasiga bormikin bironta tashkilot? Mana yerlar mana bunday vayron bo'lib yotibdi mana. Mana bu yerni qaranglar mana. O'zbekistonda bironta tashkilot bormi uni tekshiradigan mana? Mahallani iloji yetmaydi, prokuraturani, sudni, hokimiyatni, ichki ishlarni umuman iloji yetmayapti mana. Mana ki 180 gektar yerga 8 gektar opshi paxta ekkan. O'zini manfaatiga 10 gektar beda ekib mana bedaga suvni olib yotibdi mana, xalqqa suvni bermasdan. Aha, kenchi. Bobur, u kun sen yo'q eding, mana shu keldim, men Rustam beramdi oldiga. Aytdim, majburlatdi, uribdi undan. Mana ekspert qilsin. U ham aqoyni, Bobur ham aqoyni, hammasi aqoyni. Mana Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Mehnatobod mahallasida joylashgan Burgandaryo fermer xo'jaligi davlatning yerida mana qoq o'rtasidan bo'lib olib o'zini moliga beda ekkan. Mana suv xo'jaligidan kelgan komissiyalar mana shuncha suv o'zini shaxsiy manfaatiga mana bedaga qo'yilgan mana. Lekin bizda mana bu yerga yashaydigan 17 ta xalqqa bir tomchi suv bermay plitalarni titib mana shunday hunar qilyapti, lekin davlat dalasida mana yerga 100 gektar joy qamish bosib yotibdi, hech ekmagan. Bunga chora ko'radigan O'zbekiston Respublikasiga bironta davlat muassasasi bormikin bilmadim mana. Mana bu bedalarni noqonuniy ekib o'zini mollariga chayla qilib qo'yibdi mana mollar 100 tadan ko'p qo'yi bor mana. Mana kay chaylasi cho'poni turibdi oldiga mana. Mana bu yerda mana uy qurib olgan mana. Mana shuncha suv bedaga ketib yotibdi. Undan pasiga yana uylar qurib taylagan mana. Mana buni tekshiradigan davlat xodimi bormikin mana?